Bilasizmi, eng ko'p eshitadigan gapim qanaqa? Men asabiyman opa, men tez qaynab ketaman, his-tuyg'ularimni boshqara olmayman degan gaplar. Qanchadan qancha insonlar bor. Achchiqlangan vaqtida og'riqli so'zlar gapirib qo'yib, keyinchalik qilmishidan pushaymon bo'ladilar. Ishoning, mana shu yer shari afsuslarga to'la. Jahl kelganda aql ketadi, bu bor gap, lekin inson his-tuyg'ularini boshqarish darajasiga intilishi kerak baribir. Tasavvur qiling, agar hamma aqlini bir chetga surib qo'yib, falonchi menga yomonlik qildi deb unga teng kelib, xuddi shunaqa yomonlik qaytarsa, qazzobga yolg'on so'zlasa, xoinga maddohlik ila javob qaytarsa, ana o'sha yomondan nima farqimiz qoladi bizni? Yaxshilar qolmaydi bu dunyoda. Bu nimadan darak? Hissiyotlarimizni boshqara olmaganimizdanmi? Va buni oqibatida doimiy nafrat, hasad, alamda yashagan inson kasal bo'ladi albatta. Quvvati pasayadi. Energiyasi yo'q odamni moliyaviy oqimi ham kamayadi. Boy bo'lishni xohlasangiz, birinchi o'rinda o'zingizni qo'lga olishni o'rganing, keyingina boshqa insonlarni qo'lga ola olasiz.